yetaylik. Amin. Alloh. Hepkiniz kesadi. Men yig'ishtirib ola qoling. To'xta. Qorning to'ydimi? To'ydadi. Bo'lmasa men shirinliklarni olganda. Men Pepsini ham olib qo'shnimiz politikaga olib chiqib ber. Xo'p. Dadam beryapti. Qo'ysangiz-chada shunaqa ishlaringizni. Ha? Ana kuni ko'rmaysizmi? Uyim tagiga mashinani qo'yib, yarim soatga uyga kirib chiqdim. Xo'p. Chiqsam, hammaga baqir-chaqir qilib publikaga o'ynayapti. Qo'shnilarning orasida. Nima qildi? Uyim tagiga mashinani qo'ymagan. Bu sallaga parkovka emas, deb bir qaracha yerda talashdi-da. Siz nima qildingiz? Nima qildi? Kelalaringizga yetib, hamma uyda shirinliklarni yig'ishtirib shuni olib chiqib beribsiz politikaga. Yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish g'alati emasmi-da? To'g'ri aytasan-chi. Aka. O'tgan yili ikkinchi qavatni ko'tarayotganingizda uchastkani. O'sha po'lat qo'shningiz nima qilgani esingizdan chiqdimi? Ustingizdan prokuraturaga yozdi, hokimiyatga yozdi. Siz nima qildingiz? Nima qilibman? Magazinga kirib 2 korobka qimmat shikolat berib yubordingiz. Yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish g'alati emasmi aka? To'g'ri aytasiz tog'a. O'tgan yili yangi mashina olganingizda o'sha po'lat aka nima qildi? Xo'sh, nima qildi? Ustingizdan mahallaga arz qildi, o'g'ri deb nom chiqardi, portalga yozdi. Siz nima qildingiz o'sha kuni? Nima qilibman? Bir korobka marojniy olib, o'sha po'lat akaniga chiqarib yubordingiz. O'shani navaralaringiz yesa bo'lmasmi, dada? Yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilish g'alati emasmi, ada? To'g'ri aytasanlar, to'g'ri. To'g'ri, lekin bir narsani bilinglar-da. Ota-bobomizdan qolgan bir naql bor. Senga yomonlik qilgan insonga yaxshilik qil, shirinlik ber. Agar yana yomonlik qilsa, yana shirinlik ber. Yana yomonlik qilsa, yana shirinlik ber. Yomonlik qilgan sari shirinlik beraver, shirinlik beraver toki o'sha qand kasaliga uchrab o'lmagunigacha deyishgan.